Kelaylik bugungi videoda Fransiyani pluslari haqida gaplashamiz. Fransiyani birinchi plusi bu chiroyi. Fransiya juda chiroyli mamlakat va Parijdan tashqari barcha shaharlari bir-biridan chiroyli va o'zgacha. Ikkinchi plusi Fransiyada sotsialniy yordam, ya'ni ijtimoiy yordam juda ham kuchli. Yevropada eng kuchlilaridan biri. Yangi tug'ilgan bolalarga, homiladorlarga, yosh kattalarga va hattoki ishi yo'liga juda ham katta moliyaviy yordam qilishadi. Misol uchun siz ish topa olmayapsiz yoki sizga pul kerak. Bunaqa holatda Fransiya sizga yordam bo'lishi uchun moliyaviy yordam ko'rsatadi va shu qator sizga ish topishga ham yordam berib yuboradi. Uchinchi plusi Fransiyada erkinlik juda ham katta. Bu yerda sizga hech kim sen unaqasan, sen bunaqasan yoki seni ko'rinishing bunaqa demaydi. Hamma bemalol o'zi xohlaganicha yashaydi va bir-birini ishiga aralashmaydi. Yana bir plusi Fransiyada eng mazali gastronomiyalardan biri. Misol uchun Fransiyada dunyodagi eng ko'p pishloq xilma-xilligi mavjud. Keyingi plusi fransuzlardan kuchli muomala madaniyatini o'rgansa bo'ladi. Fransuzlar nimadir qildirmoqchi bo'lsa yoki nimadir so'ramoqchi bo'lsa, doim s'il vous plaît deydi, iltimos deydi va doim rahmat deydi, kerak bo'lsa 2 marta aytadi. Fransiyaning yana bir katta pluslaridan biri bu mamlakatda hamma klimatga mos joylari bor. Misol uchun dunyodagi eng katta gornolejniy komplekslari, French Riviera, ya'ni dunyodagi eng chiroyli o'rta yer dengizi yonidagi shaharlar. Undan tashqari butun millionerlar yashaydigan Monaco ham Fransiyaning ichida desak ham bo'ladi. Keyingi videoda Fransiya haqida yana nimalar bilish xohlardinglar? Men Fransiya ko'chib kelgan blogerman, kuzatishda davom etinglar, men sizlarga haqiqiy Fransiyani ko'rsataman.